Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz obunachilarim. Yaxshimisiz, siz o'misiz? Men bir og'iz o'zim to'g'rimda aytuvdim. Aytmoqchi bo'lgan edim sizlarga. Umid qilaman bu kimgadir yordam beradi. Men nogiron bo'lib qolganimdan keyin bitta narsani o'zim uchun judayam yaxshi tushunganman-da. Juda yaxshi tushungan edim. Men uchun hayot kurash bo'lishi kerak. Chunki men qolganlarga o'xshagan emasman, men nogironman. Demak, o'sha menda yo'q narsani, meni yetmasligimni boshqa narsa bilan boshqarish kerak. Aql bilan, например, oyog'i yo'qmi, zato aql bo'lishi kerak. Odamlarni o'zini tarafiga tortib olish uchun bu dunyoda afsuski quyonda qolmagan, hamma yo'q bo'ri. Men nogiron bo'lib turib, Xudodan, Allohdan bitta narsa so'ragan edim. Men halol mehnatga kirib chiqay. Halol o'zimni pulimni topib, Alloh menga oilani bergin deb. Mana yaxshi kunlar ham bor edi, yomon kunlar ham o'tdi. Shuncha narsa o'tdi boshimdan. Lekin hozir Nastya yonimda. Xudoga shukr. U menga kuch beradi, xuddi zaryadkadek. Chunki boshqacha bo'lmaydi. Nogiron u tarafga, bu tarafga emas, orqaga emas, faqat oldiga qarash kerak. O'zini yo'q sifatida u boshqa narsa bilan odamlarni qoyil qoldirish kerak. Chunki boshqa odamlar qoyil qolsa, bu obro' degani. Kuchli bo'linglar. Umid qilamanki, bu aytayotgan narsam polностью hayotdan o'tganda, men o'zim hayotimda o'tdi. Kimgadir yordam beradi. Rahmat sizlarga.